Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 5-oyning 31-kuni dushanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkazilgan tunji sotiga bevosita qatnashadigan Uyg'ur arzdorlar, shohidlar va guvohchilar Angliya hukumatining koronavirusi karantin tadbirlari sababli sud boshlanishidan bir hafta burun Londonga kelib to'plandi. Sudning ichilish vaqtining yaqinlashishiga agishib mustabid Xitoy hokimiyati Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga va sudda guvohlik berishga hozirlanayotgan shohidlarga bo'lgan hujumlarni uzluksiz kuchaytirishga boshladi. Xitoy hokimiyati atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining nomida 25-may kuni Beyjingda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasini qonunsiz o'rin, sudning bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qurultiyini bo'lsa terrorlik tashkilot, sudda guvohlik berishga hozirlanayotgan lager shohidlarini artistlar deb ayblagan. Orqada Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 26-may kuni Beyjingda chaqirgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasini e'tirof qilmaydiganligini jakarlagan edi. Navbatda Xitoyning butun ishki tashqi axborot vositalarida Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga bo'lgan hujum va tahdidlar uzluksiz kuchayib bormoqda. Xitoyning bu xil hujumlarga parallel holda 28-may kuni Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining to'g'ri sahifasimi xakerlarning hujumiga uchrab bir muddat oqsab qolgan. Bu yil 26-mart kuni Xitoy hukumati Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi bilan mazkur sud kollegiyasiga embargo yurgizganligini e'lon qilgan va Xitoyning bu haqidagi aybnomasida bu atalmish sud kollegiyasi sisxnomi purkatgan va chegara sirtida aktiv harakat ilib berayotgan mustaqilchi tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultiyining bevosita iqtisodiy yordami bilan qurilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining chet ellardagi terrorchi tashkilotlar bilan qo'yiq aloqasi bor. Bu sud bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zaro til biriktirib, Jongo hukumatini Xinjiangda irqiy qirg'inchilik ilib beryotdi deb hukm chiqarishga harakat qilmoqda deyilgan edi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sotiga qatnash uchun Germaniyadan Londonga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Parat Yo'ronqash apandim bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib, 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkaziladigan tunji sotning tayyorlik ahvoli haqida qisqacha ma'lumot berib mundoq dedi. 6-oyning 4-kundan 7-kunigacha shu Londonda chaqirilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sotiga qatnashadigan bu Uyg'ur arzdorlar, guvohchilar, shohidlar hammamiz Londonga sog'-salomat yetib keldik. Bu Angliya hukumatining koronavirusi sababidan olgan tadbirlarga asosan bu Angliya chegarasidan kirgan har qanday kishi bir hafta karantin ostiga ilinishi kerak ekan. Shunga bu sudda guvohlik beradigan shohidlarimizning hammasi ayrim birdan ikkidan guruhlarga bo'linib maxsus uylarda karantin ostida turyapti. Shuning uchun bir hafta burun keldik sud kollegiyasi qatnashish uchun. Yana birisi bu qarindoshlarimizning bexatarligini amalligini ko'zda turib bu qadimgi sudda guvohlik beradigan shohidlarimizning ism familiyasi oshkorlanmadi. Bu vaqtimiz bugun sizlarga ma'lumot bermaymiz. Chunki hammalarga ma'lum, shu Xitoy hukumati yaqinqi kunlardan buyon bu sud kollegiyasiga, guvohchilarga va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qaratgan hujumni favqulodda kuchaytirdi va ba'zi lager shohidlarining bildirishicha Xitoyning bexatarlik organlari maxsus ba'zi lager shohidlarga, guvohchilarga telefon qilib ularni sudga qatnashmaslik haqida ogohlantirgan va ta'did solgan. Shuning uchun ularninki bexatarligini ko'zda turib, ularning turayotgan o'rnini maxfiy tutib, ismini maxfiy tutib, toki sud eshildigan kunga qadar va Angliya hukumatimi tegishli bexatarlik amallik tadbirlarini beryapti aziz qarindoshlar. Endi bu 6-oyning 4-kuni boshlanadigan bu Xalqaro Uyg'ur sudi Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir kun, Uyg'ur milliy mustaqillik harakati uchun tarixiy bir kun. Mana shu sud yaqinlashayotgan mezgillarda hammalar bilasizlar, mustabid kommunist Xitoy hokimiyati bu sudninki tashabbuschisi va bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qurultiyiga va uningki raisi hurmatli Dolqin Isa apandimga qaratgan hujumlarni, tuhmatlarni favqulodda kuchaytirdi. Ama kishini afsuslantiradigan yeri shuki, bir tarafdan Xitoy hokimiyati bu qurultayga va qurultiyimizning raisiga hujum qilayotgan bir paytda mushuning parallel holda ba'zi siyosiy dallollar, ba'zi vijdonsiz, g'urursiz insonlar torlarda
қатырап жүріп, ularni Xitoyninki bu xil töhmetleri, bu xil hücumlarga paralel halda Dünya Uyghur Qurultayıga ve uningki reis Dolqun İsa Efendi'nin başçılığındaki Qurultay rehberleriga qilayotgan hücumlarını, töhmetlerini, haqoratlarni kuchaytirdi. Bu insonni hem g'azablantirdi, hem chunqur o'yga soldi ve chunqur gumonlantirdi. Mana shu Qurultayga to'rlarda chiqib olib, Qurultayning rahbarlariga hujum qilayotgan insonlar, shu Qurultay rahbarlari kecha kunduz vatan millat uchun kurash qilayotgan kunlarda vatanni, Xitoyni samonliqning yo'li qilib olib, vatan guldirlab berib kelib, Xitoyning ziyofatlarini o'ynab yurgan insonlar. Vatanni quruqti qoldirib, Xitoyning hech qanday bir ziyonkashligiga uchirmagan insonlar. Aziz qarindoshlar, biz hushyor bo'lishimiz kerak. Xitoyning dumbug'i so'ynayotgan va maqsadli holda Xitoyninki Qurultayimizga va Qurultayimizningki raisi Dolqun Isaga qaratayotgan hujumlarga bu yerda sherik qilayotgan bu vijdonsiz, g'urursiz insonlardan hushyor turishimiz kerak, ogoh bo'lishimiz kerak, ularga tegishli inson inkosimizni qaytarishimiz kerak. Aziz qarindoshlar, haqiqatan milliy harakatimiz mushunda tarixiy bir hodisaga duch kelganda, tarixiy bir burilish nuqtasiga duch kelgan vaqtida mushunda insonlar sahnaga chiqadi va fitna fasodlar orqali bu o'zining xalqimizning diqqat e'tiborini boshqa nuqtaga burashga tirishadi va Sharq Turkiston milliy harakatiga duch kelgan mushunda tarixiy hodisalarningki buning qimmatini tushirishga, uni xunuklaştirishga urinadi aziz qarindoshlar. Bunimi bu yerda alayda bir ta'kidlab qo'ygim keldi. Chunki bilasizlar, aziz qarindoshlar, xalqaro Uyg'ur sud kollektivisininki tashabbuskori va bosh arizori Dolqun Isa Efendimninki inisininki muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi va akisining tutqun qilinganligi tehi oldingi kuni Erkin Osiyo radiosi tarafidan dalillab chiqildi. Shuning uchun bu yerda bu g'urursiz, o'zining faoliyatchi, siyosiy faoliyatchi deb olgan bu g'urursiz, vijdonsiz insonlarga bu yerda shuni xitob qilaman. Biraz vatan milletini o'ylaydi, biraz azraq bo'lsin insonlik, o'zimizningki insonligini saqlab qolaydi. Agar bunday ketaversak, hamon bir kuni butun xalqimizningki la'natiga uchraysiz albatta. Aziz qarindoshlar, 6-ayning 4-kuni London vaqti atgan soat 9da boshlangan bu xalqaro Uyg'ur sud kollektivisining tunji sudninki amaliy ahvolini Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi naq maydondan bermoqchi. Sud London vaqti 9da boshlanadi, ama Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasiningki naq maydon programmasi 20 minut burun, ya'ni London vaqti 8dan 40 o'tganda boshlanadi. Aziz qarindoshlar, buni Dünya Uyghur Qurultayıning Tor YouTube sayfasiga hozirdan boshlab obuna bo'linglar va bu tarixiy voqeani, bu tarixiy hodisani qochirmanglar. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sudining chaqirilishiga sanoqli kunlar qolganda mazkur sud kollegiyasining tashabbuschisi va bosh arzdori Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Isa Efendimning vatandagi inisi Xushtar Aysaning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi va akisi Yalqun Aysaning tutqun qilinganligining o'ttirga chiqishi kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Bu xabar 28-may kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiri Shuhrat O'shur tarafidan vatandan bevosita olgan ko'p taraflamlik uchurlar orqali rasmiy dalillab chiqildi. Xitoy doiralari o'tgan oydagi bir axborot e'lon qilish yig'inida Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Isa Efendimning Aqsuda yashayotgan hadisini ekranda so'zlatib, Dolqun Isaning oila tavobatlarining Aqsuda xotirjam yashayotganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, ammo doiralar Dolqun Isaning 4 yildan beri hech qanday uchur ololmayotgan akisi Yalqun Isa va inisi Xushtar Aysa haqida hech qanday ma'lumot bermagan edi. Erkin Osiyo radiosining aniqlab chiqishicha Dolqun Isa Efendimning inisi Xushtar Aysa 1996-yili Xi'andagi Qatnash universitetini bitirgandan keyin akisi Dolqun Aysa siyosiy masalasi tufayli xizmat tepishda qiynalgan. O 1998-yili bir qitim tutqun qilinib 2 yil kesilgan. Muddati to'shib turmadan chiqqandan keyin bir mezgil restoran ichib teriqchilik qilgan. Ondan Aqsudagi bir shopurlik maktabida o'qituvchi bo'lgan. Xushtar Aysa 2017-yili qo'lga ilinib lagerga tashlangan va lagerda 2 yil tutib turilgandan keyin terrorlikqa tayyorlik qilish degan bo'htonlar bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Erkin Osiyo radiosining bildirishicha, yana Dolqun Aysa Efendimning akisi Yalqun Aysa Efendim siyosiy sabab bilan tutqun qilingan. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayi, Uyg'ur harakati tashkiloti qatorliq Uyg'ur tashkilotlari va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Xitoy hokimiyatining Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendimdan o'ch elish maqsadida uning inisi Xushtar Aysani muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilganligini qattiq aybladi.
Dunyoning har qaysi ellərində fəaliyyət elib beriyotgan Uyğur təşkilatlarının məsulları və siyasi fəaliyyətçilərimiz Dolqun Aysa əpəndimə bevosita telefon qilib, onundan səmimi hal so'rash bilan birga mustabid Xitoy hokimiyatining o'ch ilish xarakterlik bu xil razil qilmishiga bo'lgan qattiq nafratini ifoda qildi. Dunyo Uyghur qurultiyining bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Dolqun Aysa әпәндімнің tövəndəki sözlərə o'rin berilgan. Bu mening uda 3 yil mushundaq kishini ichindiradigan xabarlarni topshirib elishim. Tunji qitim onamning 2019-yili lagerda qazo qilganligini, 2020-yili dadamning qazo qilganligini uqdim. Mana hozir 2021-yili inimning umrlik kesilganligini bildim. Xitoy hukumati go'riga elish diplomatiyasidan foydalanib, meni va Uyg'urlarni jimuqtirmoqchi bo'layotdi. Qurultayning bayonotida ko'rsatilishicha Xitoy hukumati 2016-yili Sharq Turkistonda lager tuzumini va qattiq zarba berish harakatini boshlagandan buyon 250 mingdan ortiq shaxsga jazo hukm qilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro jamiyatni Xitoyning bu xil jinoiy qilmishini ayblashga va xalqaro qonun va prinsiplarga eg'ir xiloflik qilgan mustabid Xitoy hokimiyatini javobgarlikka tortishga chaqirdi. Dünya Uyghur Qurultayı Xalqaro Olimpik kuni munosabati bilan 6-oyning 23-kuni butun dunyo miqyosida 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'iniga qarshi bir tutash holda keng ko'lamlik norozilik namoyishlari elib berish, ya'ni shundaqla Uyg'ur majburiy amgakida nab elayotgan va Urumchidagi sho'ba zavodining ishlab chiqarishini hozirgacha davomlashtirib kelayotgan Volkswagen shirkatiga qarshi 6-oyning 13-kuni bir tutash holda dunyoviy xarakterlik norozilik harakati elib berish uchun umumiy safarbarlik boshlatdi. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa əpəndining taklifi bilan 5-oyning 29-kuni chaqirilgan Sharq Turkiston tashkilotlar hamkorlik munbirining yig'inida bu vaqtda konkret muzokara va o'rinlashtirish elib berildi. Sharq Turkiston tashkilotlar hamkorlik munbirining koordinatori va Dünya Uyghur Qurultiyining muavin raisi Farhat Yo'ronqash əpəndimning riyosatchiligida o'tkazilgan va dunyoning har qaysi ellarida aktiv faoliyat elib berayotgan 50 dan ortiq tashkilot rahbari qatnashgan mazkur yig'inda so'z qilgan Qurultay raisi Dolqun Aysa va Qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qanat əpəndilar Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda chaqiriladigan tunji sotining tayyorlik xizmatlari, milliy harakatimizning xalqarodagi yangi taraqqiyot yuzlanishi va bundan keyin har qaysi Uyg'ur tashkilotlari o'rtasida elib beriladigan hamkorliklar haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Yig'inga qatnashgan tashkilot rahbarlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining yuqorqi namoyish chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shadiganligini va Londonda chaqiriladigan Uyg'ur sotiga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Tibet tashkilotlarining uyushtirishi va Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarining qatnashishi bilan Dunyo Olimpik kuni hisoblangan 6-oyning 23-kuni Shveysariyaning Lozan shahriga joylashgan Xalqaro Olimpik komitetining markazi oldida keng ko'lamlik birlashma namoyish o'tkazildi. O'xshash kunda yana har qaysi ellardagi Olimpik komitetlarining oldida Uyg'ur, Tibet va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining uyushtirishi bilan norozilik harakatlari elib beriladi. Uyg'ur tashkilotlari bo'lmagan davlatlarda Tibet va kishilik huquq tashkilotlari irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilayli degan o'rtoq shior ostida namoyish elib boradi. Undan boshqa yana Dunyo Uyg'ur qurultiyining uyushtirishi bilan 6-oyning 13-kuni Uyg'ur majburiy amgakida nab elayotgan Volkswagen shirkatining Germaniyadagi markazi binosi oldida. Shundaqla har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining uyushtirishi bilan o'xshash kunda shu davlatlardagi Volkswagen sho'ba shirkatlarining oldida norozilik namoyishi o'tkazildi. Yuqorqi ikki namoyishning logosi va tashviqot materiallari Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan bir tutash holda hozirlab chiqildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa әпәнди bu munosabat bilan 30-may kuni istansiyamiz orqali maxsus safarbarlik nutqi e'lon qilib, har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni Dunyo Uyg'ur qurultiyining yuqorqi namoyish chaqiriqiga yaqindan ovoz qo'yishga va o'zlari yashayotgan davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari tarafidan bu munosabat bilan uyushtirgan norozilik namoyishlariga aktivlik bilan qatnashishiga chaqirdi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi bağlash hay'atining raisi dangliq advokat Hamis Sabiy әпәнди Xitoyning mazkur sud kollegiyasiga qaratgan hujum va tuhmatlarga raddiya qaytarib, Xitoyning besim va tahditlarining sudning qaroriga ta'sir ko'rsatmaydiganligini, sudning barliq tayyorlik xizmatlarining muvaffaqiyatli tamomlanganligini va tunji sudning aslidagi plan bo'yicha 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda chaqiriladiganligini bildirdi. Hamid Sabiy әпәнди bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Uyg'ur sud kollegiyasi doim hujumga uchrab turadi. Xitoy bizga jazo e'lon qildi. Telefonlarimiz qalayimqon uchur ilxatlar bilan to'lib ketdi. Xitoy hukumatining tor hujumchilari bu qitimqi sudga qatnash uchun tizimlatganlarning siyoqida bizning tor betimizga hujum qildi. Biz izchil Xitoyning besimiga uchrab kelyapmiz. Ammo bularning hech qaysi bizning oxirgi qarorimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Uyg'ur sud kollegiyasi tarafsizligini saqlaydi. Biz Xitoy hukumatining qarorlarimizga ta'sir qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Bu bizning Xitoy hukumatiga bergan nihoyatda muhim signalimiz. Hamis Sabiy әпәнди yana mundaq dedi. Men Xitoy hukumatiga 6-7 poch xat yozdim. Ya'ni yezishni davomlashtiraman. Biz Xitoy hukumatini Uyg'ur sud kollegiyasini isbot bilan ta'minlashga qatnashishga taklif qildik. Ularning fikrini hurmat qilamiz. Ular lagerlarni tarbiyalash markazi. Bu yerga kishilar o'zlari xolab boradi deydi. Shunga ularning bu vaqtda bizni isbot bilan ta'minlashini,
Xalqarалық tashkilotlarning ashu rayonga berib tekshirishiga yo'l qo'yishni talab qilamiz. Ular lagerlarda qiyin qistoq, tajovuzlik, majburiy tug'mas qilish qatorliq ishlar yo'q deydi. Undaqda nemishqa 2017-yildan buyon shuncha ko'p lagerlar quriladi va millionlagan insonlar izdiraksiz yo'qolib ketadi. Jamiyatni tarbiyalaydigan yuqori ma'lumotli kishilar nemishqa qayta tarbiyalanishga majbur bo'ladi. Bu yerda nurg'un aniq bo'lmagan savollar bor. Agar Xitoy hukumatining e'tiqodlari rost bo'lsa, biz ularni ko'p qitim madaniy bir shaklda Uyg'ur sud kollegiyasini isbot bilan ta'minlashga, o'zining maydonini qo'g'dashga chaqirdik. Ular zodi nimani yushiryotadi? Bu Xitoyning masalasiga tutgan pozitsiyasining negizi. Agar ularning ansiraydigan yeri bo'lmasa, ishlarini ossin. Nima ishlar bo'layotganligini kishilar o'z ko'zi bilan ko'rsin. Hamid Sabiy apandi oxirida guvohchilar haqida to'xtalib mundoq dedi. Eng muhim kishilar ashu guvohchilar. Ular bek jasur. Chunki Xitoyning eng ig'ir besimiga shular uchraydi. Ularning oila tavobatlari va o'zlari qiyin qistoqqa uchragan. Ular yanada boturlik bilan oldiga chiqib so'zlab, bizni isbot bilan ta'minlashga jur'at qildi. Aslida taqdirlashga tegishli kishilar ashulardir. Ular haqiqiy qahramonlar. Angliya parlamentining yuqori palatasi 27 may kuni maxsus Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasi haqida munozara ilib berib, Angliya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida mas'uliyati bor Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishga, ularni jazolashga chaqirdi. Bu Angliya parlamentining bu yil 22 aprel Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan keyin tunji qitim bu qirg'inchilikning sodir qiluvchilarini javobgarlikka tortishni muzokara qilishidir. Yig'inda yuqori palata a'zosi Lord David Alton hukumatning bu masaladagi pozitsiyasini tanqidlab, uning nima uchun hozirga qadar Xinjiangni jazolamaganligiga savol qo'ygan. U bu vaqtda qilgan so'zida Tibetning sobiq partikum sekretari, hozirgi atalmish avtonom rayonlik partikumning sekretari Xinjiangdeklarga Angliya hukumati tomonidan hozirgacha embargo yurgizilmaganligining bakli g'alitilik ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shu kuni Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Angliyaning Uyg'ur va Hong Kong masalalaridagi andisini qayta ta'kidlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Angliya tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida tashqi ishlar ministri Hong Kong vaziyati va Xinjiangdagi mavjud kishilik huquq tafsandachiligiga bo'lgan andishalarini qayta ta'kidladi. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining Xinjiangda cheklimasiz tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishning muhimligini eskartdi degan. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda chaqirdigan tunji sotining amaliy ahvoli stansimizning YouTube sahifasi orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Sotning ichilish va naq maydondan tarqatilish soatlari tuvandikicha. 6-oyning 4-kunidan 6-kunigacha tushdan burun London vaqti soat 9dan 13 gacha. Tushdan keyin soat 14dan 18 gacha. 6-oyning 7-kuni tushdan burun London vaqti soat 9dan 13 gacha bo'lib, sot jami 3,5 kun davom qiladi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasining YouTube sahifasiga darhol obuna bo'ling va bu tarixiy sud haqidagi mo'l mazmunliq maxsus programmalardan vaqtida xabardor bo'ling. YouTube sahifamizning adresi Dünya Uyg'ur Qurultiyi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.